kecha bittasi mani bolam deydi, ikkita farzandi bor, uylanmagan bolam, ikkita farzandi bor, qiz xotinni olmoqchi, oq qilaman, ko'k qilaman. Nimaga dedim? Payg'ambari nastoyashi ummati ekan. Mana shu tarafdan qabul qiling dedim. Ras bolangiz shuni yaxshi ko'rib qolganmi dedim. Yetimni boshini sila deb aytgan-ku, payg'ambarimiz aytgan-ku, yetimni boshini silash kerak degan. Mana sizni bolangiz dedim, ikkita farzandi bilan qaytib kelgan ayolni dedim, o'shani bolalarini boshini silab dedim, o'zini bolasidek qilib uylanadigan bo'lsa, bu вообще zo'r-ku dedim. Mana shunday qabul qiling dedim. Siz qabul qilgan bo'larmidingiz deydi. Qabul qilgan bo'lardim. Agar meni bolalarim haqiqatan, men haqiqatan shunaqaman. O'z sifatman-ku. Agar yaxshi ko'rib qolsa, mayli, mana yaqqol misol payg'ambarimiz boshini silash uchun uylangan, to'g'rimi, yetimlarni. Olsin sizni nimangiz, farzandingiz ham. Nima bo'pti? Yaxshi-ku. Hamma joyda plus ko'rish kerak. Siz o'ylaysizki, qiz bola olib berishim kerak. Men qiz bola olib berishim kerak deydi. Abay otamizning bitta zo'r so'zi bor-da. Yomon qizdan deydi, yaxshi xotin ortiq deydi. Yomon qizdan yaxshi xotin ortiq deydi. Tushuntira oldimmi? Qiz bola deb olib berasizda, ertaga boshingizda yong'oq chaqadigan bo'lsa, voy dod, o'sha ikkita farzandi bo'lsa ham, o'shani olib berganda bolam baxtli bo'larmidi? O'sha yaxshiroqmi dedi, qolib ketmanglar. Bolangiz tanladimi shuni? Qabul qiling. Nima qilasiz? Qiz bolami, qiz bola emasmi? Siz yotmaysiz-ku, kelingiz bilan. Bolangiz yotadi-ku. Uni tanlovi-ku, mana shuni xohlabda, ikkita farzandi bilan olaversa, zato baxtli bo'ladi, baraka topqirlar. Sizga uni baxtli bo'lgani kerakmi yoki uni qiz bolaga uylangani kerakmi? Qiz bola, какая разница? Ey, bolangiz ko'chada hech kimni ko'rmay, ko'r bo'lgan ishda qiz bolani. Nima qilasiz uni?